hamqishloqlarning dasturxonlarini ko'rkiga aylangan. Bolalar bog'chasi ochganimdan keyin bolalarning ovqatiga oshqovoqlar solib berdim-da mahsulotlardan. Keyin ba'zi bolalar yemadi uni. Keyin mendan o'zimdan bir chiqdidaki, shu oshqovoqni bolalarga yedirish uchun men nonga solib beraman dedim. Bu darmon nonning boshqa nonlardan farqi shundaki, uning tarkibida 7 xil sabzavot, piyoz, sabzi, karam, bulg'or qalampiri, sholg'om, qovoq va kartoshka bor. Shu sababli Ozoda opa hazillashib, yeganlar darmonda, yemaganlar armonda qoladi deb aytadi. Men bu nonni nomini darmon non dedim. Bolajonlarimizga biz oddiy nonlar qilib beramiz, qo'shimcha shu nonlarni beramiz. Patir qilib aholiga tarqatyapman. Aholi xursand bo'lib to'ylarga olib borsa darmon non deb yeyishyapti. Mana juda ham bolalar ham, kattalar ham xush ko'radigan non. Eng sevimli nonlarimizdan biri.